va dedi. Munisa Rizayeva, Luisa Rasulova g'irt 5 dedi. Siz dedi shu 2 bilan 1 orasi dedi. O'sha bahosini bilmoqchi bo'lsanglar murojaat qilavering, men ular bilan tanishib oldim. Har doim aytaman, hurmatli yigitlarimiz, o'zbek ayoli qachon baxtli bo'ladi? Qachonki siz erkaklardan bizga ozgina e'tibor kerak. Shirin so'z kerak, mehr kerak, muhabbat kerak va bizga juda ham ko'p pul kerak. O'zbekiston erkaklaridek oriyatli ayollarni boshida ko'tarib yuradigan erkaklar yer yuzida yo'q. Biz g'ururlanishimiz kerak erkaklarimiz bilan. Erkaklarimiz bor ekan, biz bormiz. Biz bor ekanmiz, erkaklarimiz bor. Agar erkaklarimiz bo'lmasa, biz